Bu reaksiyamizda bizga aytyapti, alfa amino kislota qizdirilganda osonlik bilan suv ajralib chiqadi va diketopirapirazinlar hosil bo'ladi deb tushuncha beryapti. Demak, bu reaksiyamiz bo'yicha biza suv chiqarib yuborishimiz kerak ekan. Suv chiqarish jarayoni, demak, bu yerda 2 mol suv chiqadi. Mana bu hop. Mana bu gidroksil guruhi ammiakning bitta vodorotini oladi. Mana bu vodorotni bittasini oladi. Bunda ham xuddi shunday holat bo'ladi. Buni ham bitta vodoroti bunga kelib birikadi va -2 mol suv hosil bo'ladi. Xo'p, keyin nima qoladi? Keyin mana shu guruhlar joy-joyida qoladi. SH2 N uglerod qo'shib bilan qolgan ikkinchi kislorodi. Bunda ham hop uglerod qo'shib bilan qolgan ikkinchi kislorodi OH ketish hisobiga hosil bo'lgan bog'lar. Bunga ham yana tepadan azot birikadi. Bu yerga ham uglerod birikadi. Hop SH2 bu bilan bu bog'lanadi. Natijada bularda bittadan vodorodi yonida qolib ketadi. Bunga tayoqcha bilan tuzilishda yozib qo'yamiz. Mana bu hosil bo'lgan moddamiz diketopirazinlar hosil bo'ladi. Diketopirapirazinlar. Shu modda reaksiyalar natijasida hosil bo'ladi. Demak, bu yerda istalgan alfa amino kislota bergan bo'lishi mumkin. Agar radikal hisobidan beradigan bo'lsa, mana bunday holat bo'ladi. SH NH uglerod qo'shma bilan bog'langan kislorodi va yana uglerod qo'shma bilan bog'langan kislorodi azot SH. Bu yerda bergan bo'lishi mumkin istalgan radikalni. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Radikalni o'rniga istalgan radikal bergan bo'lishi mumkin. Masalan, metil yoki etil yoki boshqa mahsulotlarni bergan bo'lsa, mana shu qismiga biriktiramiz. Bu faqat alfa amino kislotalarda bo'ladi. Reaksiyani o'tlab qo'yamiz.